Ko'pchilikning oldida sizni kamsitishsa, qanday himoyalanish kerakligini bilasizmi? Masalan, men semiz ayolga uylamagan bo'lardim. Ajelaxon, xafa bu sizga motivatsiya bo'lishi mumkin. Meni qiyofamni eslab qoling. Semiz qizlar yoqmaydi erkaklarga. Agar yoqqanda shu 20% ichidan solgacha turmush qurgan bo'lardingiz. Bu yuz boshqaga motivatsiya beradigan emas, balki o'z gapidan o'zi rohatlanayotgan yuzga o'xshaydi. Birovni xo'rlash xuddi shirinlik yegandek yoki biror bir muvaffaqiyatga erishgandek hisni beradi. Olimlar buni aniqlashgan. Bir odam ikkinchi odamni kamsitganda yoki uni og'rig'ini ko'rganda miyani zavq markazi yonadi. Xuddi yoqimli biror bir ovqat yeyotgandek hissiyot beradi. Bunday odamlar tashqaridan jiddiy ko'ringanliklari bilan ichkaridan kichik bayram his qilayotgan bo'lishadi. Manipulyatorlar ko'pincha shu xatoga yo'l qo'yishadi. Qisqa muddatli lazzatni deb uzoq muddatli kelajakni qurbon qilishadi. Ajelaxon, Xafa bo'lmang. Bu so'z oldidan qalqon. U bilardi gaplari yomon tegishini. Bu sizga motivatsiya bo'lishi mumkin. Meni qiyofamni eslab qoling. Bu agar tanqid kelsa, men yaxshi niyatda edim deb vaziyatdan chiqib ketish uchun aytilgan so'z. Siz qizlar yoqmaydi erkaklarga. Bu yerda manipulyatsiya, erkaklar yoqtirmaydi. Bu inson o'z shaxsiy didini hamma erkaklar yoqtirmaydi deya taqdim qildi. Agarda izohda kitob so'zini yozib qoldirsangiz, xarid uchun meni avtorlik kitobim Manipulit kitobi havolasi tashlab beriladi. Ommaviy kamsitishdan qanday himoyalanish mumkin? Birov sizni ommaviy joyda kamsitganda miyangizda 0.3 sekundda amigdala, hissiyot markazi, mantiq markazi bo'lgan prefrontal korani o'chirib qo'yadi va boshqaruvni o'ziga oladi. Bu holatda siz 3 ta reaksiyaga tushasiz: jang qilish, qochish yoki muzlab qolish. Manipulyatorlar buni bilishadi va qasddan sizni ushbu holatga olib kelishga harakat qilishadi. Chunki agarda siz jang qilsangiz, sen juda ham agressivsan, juda ham sezgirsan deb yorliq qilishadi. Agarda qochsangiz javob bera olmadi, demak bu gap rost ekan deyshadi. Agarda muzlasangiz, ahmoq qiyofasida qolasiz. Birinchi qo'yda shu, hujumchining maqsadi mana shu 3 holatdan biriga sizni tushirish. Sizning vazifangiz esa bu holatda 4-yo'lni tanlash. 4-yo'l strategik detachment deyiladi. Ya'ni siz hissiyotlardan ajralib, vaziyatni yuqoridan baholashingiz kerak. Buning uchun sizga 2 soniya kerak. Unutmang, hech bir vaziyat sizga og'riq bermaydi. Faqatgina sizni vaziyatga bo'lgan munosabatingiz sizga og'riq berishi mumkin. Birov sizni kamsitganda birdan javob bermang. 2 soniya sukut saqlang. Bu 2 soniyada qiladigan birinchi ishingiz chuqur nafas olish 1 marta. Bu fiziologik tarzda amigdalani o'chirishga yordam beradi. 2. Yengil tabassum qiling, chunki bu miyaga xavf yo'q signalini beradi. 3 esa hujumchiga qarab turing, ko'zlaringizni olib qochmang. Bu 2 soniyani o'zi g'alaba, chunki hujumchi sizdan tez hissiy reaksiya kutadi. Sukut va xotirjamlik uni qurolsiz qoldiradi. Amerikalik psixolog Albert Mehrabian tadqiqotlarida shu ko'rsatilgan. Aloqada so'zlar 7%, ovoz toni 38%, tana tili esa 55% ahamiyatga ega. Bu degani siz og'iz ochishingizdan oldin javob berishni boshladingiz. Bu qo'yda his-tuyg'ular va munosabatlar haqida gapirilganda ishlaydi. Agarda bu ilmiy, matematik yoki IT yo'nalishlariga tegishli bo'lsa, so'zlar bu yerda 100% dominantlik qiladi. Bunday holatlarda himoyalanishni 8 usulini men Telegram kanalda qoldiraman.